Hurmatli talabalar, bugungi darsimizda biz ikki karrali integrallarni o'rganamiz. Bunda ikki karrali integrallarni hisoblashni o'rganamiz. Ikki karrali integrallarni xossalarini o'rganamiz. Ana shu mazmundagi misollardan bittasi ushbu y katta x kvadrat plus 2x va y teng x plus 2 chiziqlar bilan chegaralangan soha bo'yicha ikki karrali integral d bo'yicha f(x, y, dx, dy) ikki karrali integralni takroriy integralga keltirilsin va integrallash chegaralari ikki xil tartibda hisoblansin. Demak, mana bu misolimizda shunday shart qo'yilgan. Bizning ikki karrali integralimiz d soha bo'yicha, lekin d sohamiz mana bu chiziqlar bilan chegaralangan. Mana shu ikki karrali integralni takroriy integralga o'tkazishimiz kerak va natijani integralning chegaralarini ikki xil ko'rinishda bo'ladigan qilib hisoblashimiz kerak. Mana bu y katta x kvadrat plus 2x degan chizig'imizni soddalashtirib aniqroq shakliga ozgina o'zgartirish kiritib, buni x kvadrat plus x plus 1 ning kvadrati minus 1 deb olishimiz mumkin. Haqiqatan ham mana bu yerda qarang. Mana bu to'liq kvadratni berish uchun 1 yetmayapti-da. Shuning uchun birni qo'shamiz va birni ayiramiz. Natijada birni qo'shganimizda hosil bo'lgan 3 xat bu x plus 1 ning kvadrati bo'ladi, minus o'sha 1 qoladi. Y teng x plus 2. Shularni kesishish nuqtasini topaylik. Bu yerda albatta mana buning grafigi va mana buning grafikiga kesishgan nuqtalarni topishimiz kerak. Bular kesishishi uchun mana bular teng bo'lishi kerak. Biri x kvadrat plus 2x teng x plus 2 bo'lishi kerak. Mana shunday qilib, mana bu yerda kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Bu tenglamani yechish natijasida topdik. X birimiz minus 2 ekan, x 2imiz 1 ekan. Olib kelib mana bu yerga x larni o'rniga qo'yib, mos y larni topamiz. Demak, y birimiz 0, y 2imiz 3 kelib chiqar ekan. Shunday qilib bu mana y teng x kvadrat plus 2x ning grafigi mana bu bo'ladi, parabola. Xo'p, uchi 1 nuqtada bo'ladi. Ikkinchi y teng x plus 2 bu mana bu. To'g'ri chizdim. Shunday qilib biz boyagi karrali integralni hisoblash uchun d sohani bilishimiz kerak-da. Integralimiz d soha bo'yicha edi-ku. O'sha d soha mana. Men mana yurg'izib chiqyapman. Bu y teng x plus 2 to'g'ri chizig'idan pastda y teng x kvadrat plus 2x paraboladan yuqorida bo'ladi. Mana shu bo'yalgan joy biz izlayotgan d soha bo'ladi. Lekin bu d sohani biz ikkiga bo'lib qarashimiz mumkin. Ox o'qining pastki qismi b(d)1 deb belgiladi, qizil rangda bo'yalib turibdi va ox o'qining yuqori qismi bu sariq rangda bo'yalib turibdi. Mana shu umumiy olganda mana shu bo'yalgan yuza biz izlayotgan d soha bo'ladi. Demak, d sohani biz xo'p yuqorida yozdikmi? Pastda yozdikmi? Mana d sohani d teng d1 plus d2 deb olishimiz mumkin. Endi qarang. Mana bu boyaginday mana bu kvadrat 3 xatga keltirdik. Xo'p, bundan
X ni topadigan bo'lsak, mana bu X ni anaqadan tenglikdan X ni topadigan bo'lsak, X'imiz -1 minus iltizosida y plus 1 dan kichik emas va -1 dan katta, -1 plus iltizosida y plus 1 dan katta emas. Mana shunaqa ko'rinishda bo'lar ekan X'imiz. Mana shu tenglikni qanoatlantirar ekan. Endi sohani yozib chiqamiz. Kichkina sohamiz. Y'imiz kichkina soha, mana qizilda bo'yalgan sohamiz. Y'imiz mana bu Y o'qi bo'lsa, eng pasti nima bo'lyapti? -1. Eng yuqorisi 0. Demak, Y -1 dan 0 gacha o'zgarar ekan. X'imizcha, X'imiz boya yuqorida hisobladik. -1 minus iltizosida y plus 1 dan katta yoki teng -1 plus iltizosida 1 minus y plus 1 dan kichik bo'lar ekan. O'sha tenglikni qanoatlantiradi. Mana o'shani yozamiz. D sohamiz demak bu X'imiz -1 dan -1 minus iltizosida y plus 1 dan katta yoki teng, kichik yoki teng -1 plus iltizosida y plus 1. Bu mana bu yerda o'zi ko'rsatilgan. Ana bu yerdan chizmadan qarab va mana bu tenglikdan foydalanib topdik. Y'imiz esa -1 dan 0 gacha, pastda eng pastda -1 edi. Koordinata absissa o'qi eng yuqorisi edi. Unda 0 bo'ladi. D2'miz x plus shunday x plus x y'lar to'plamiki, unda x'imiz y minus 2 dan katta, -1 plus iltizosida y plus 1 dan kichik. Y'imiz esa 0 bilan 3 oralig'ida. Mana chizmaga yana murojaat qilamiz. Mana qarang. X'imiz mana bu chiziqdan katta emas, pastda. Mana bu chiziqdan katta emas. Bu y minus 2 edi. Shuning uchun x'imiz y minus 2 dan kichik. Mana bu chiziqdan oshib ketmaydi. Bu chiziqni doim qaysi tomonida? Chap tomonida. Demak, bu chiziqdan kichik. Bu chiziq esa -1 plus iltizosida y plus 1 edi. O'shandan demak mana bu D2'miz kelib chiqdi. Shunday qilib bizning D sohamiz, mana D sohamizda biz bunda ham yozsak bo'ladi. Y'imiz, x'imiz -2 dan katta yoki teng 1 dan kichik. Chap tomonda eng kichik nuqtamiz -2 edi, o'ng tomonda eng kattasi 1 edi. Shuning uchun x'imiz shu oralig'ida. Y esa mana bu x kvadrat plus 2y dan katta, x plus 2 dan kichik. Endi boyagi ikkita bo'lgan, mana qarang, shu D soha o'zi bitta soha. Shu D soha boyagi biz 2 ga bo'lib qarashimiz natijasida bu mana bu to'plam birlashma, mana bu ikkinchi to'plam. Ana shunday qilib qarashimiz mumkin. Tushundingizmi? Shunday qilib biz hozir bu yerda sizlar bilan bitta sohani qarang. Mana shu sohamiz, mana ikki xil bo'yalgan soha. Mana chizib ko'rsataman. Mana bu yerdan boshlaylik. Mana shundan boshlanyapti, mana. Va mana bu to'g'ri chiziq bilan chegaralanyapti. Mana shu oraliq. Bunda x ning o'zgarishini qarasangiz, qarang. Mana x, mana x ku -2 dan nechagacha o'zgaryapti? 1 gacha. Y'imiz esa mana bundan yuqorida bo'lyapti. Qarang. Mana bu paraboladan yuqorida bo'lyapti, mana bu to'g'ri chiziqdan pastda bo'lyapti. Parabolamiz x kvadrat plus 2x edi. Bu chizig'imiz esa x plus 2 edi.
Ana shu mana bitta ko'rinishini aytdim. Ikkinchi ko'rinishi qizilga bo'yalgan va sariqqa bo'yalgan qismlarning birlashmasi. Ana shunday qilib oldik. Teoremada shunday deydi. F at x funksiya D sohada berilgan va integrallanuvchi bo'lsin. Agar ixtiyoriy fiksirlangan AB uchun integral phi 1 x dan phi 2 x gacha f at x y d y mavjud bo'lsa, bu holda ikki karrali D soha bo'yicha ikki karrali integral dx y f at x y dx dy. Mana buni hisoblash uchun mana yuqoridagi integralni hisoblab, uning modulini a bu x bo'yicha a b oralig'ida integrlashingiz kerak ekan. Mana bu mavjud bo'lsa, u holda mana bu ham mavjud bo'lar ekan va mana bunday hisoblanar ekan. Ikkinchi teorema. F at x y d sohada berilgan va integrallanuvchi bo'lsa, bo'lsin. Agar ixtiyoriy fiksirlangan y tegishli s d uchun integral kishi 1 y dan kishi 2 y gacha f x y dx mavjud bo'lsa, u holda boyagi ikki karrali integralimiz mana bunday hisoblanar ekan. Endi bitta savol tug'iladi. Birinchi teorema bilan ikkinchi teoremani aytilishi jumlalari bir xil. Nimada farq qilyapti? Farq shundaki, birinchi teoremada AB kesmada olinib fiksirlangan x'lar uchun integral mavjud bo'lsin degandik. Bu yerda esa ikkinchisida SD'da fiksirlangan, SD kesmada fiksirlangan y uchun mana bu integral mavjud bo'lsa deganmiz. Endi qarang. Bu yerda birinchi integral a dan b gacha, keyin integral kishi 1 dan kishi 2 gacha integral moduli dy bo'yicha hisoblanyapti. Bu yerda esa mana a dan b gacha dx bo'yicha mana hisoblanyapti. Xo'p, bu yerda bitta kamchiligi bor, mana bu yerda xato bo'libdi. Mana bu s dan d gacha bo'lishi kerak. Ana endi integrallashni boshlaymiz. Qarang. Mana bu integralni mavjud dedik. Agar mavjud bo'lsa, bu integralimiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi dedik. Ana endi ana birinchi teorema bo'yicha buni yozib oldik. Xo'p, yana o'sha teorema bo'yicha mana bu boshda D soha edi. Bu esa mana bu birinchi qo'shiluvchi. Bu D1 soha bo'yicha, mana bu esa D2 soha bo'yicha. Ikkalasining birlashmasi edi soha. Shuning uchun integralga o'tgan mana bu integrallarning yig'indisi bo'ladi. Bu yerda nima bo'lyapti qarang. Birinchidan biz ikki karrali integralni takroriy integralga almashtirdik. Takroriy integralning chegarasini qarang. Birinchi ichkaridagi integralning chegarasi x kvadrat plus 2x dan x plus 2 gacha. Tashqaridagi integralning chegarasi -1 dan 1 gacha. Boshqacha aytganda, y bo'yicha integral olganimizda mana bunday bo'lyapti. X bo'yicha chegarasi mana bunday bo'lyapti. O'sha narsa teng bo'lyapti, qarang. Y bo'yicha chegarasi o'zgaryapti mana. X kvadrat plus 2x plus dan
x plus 2gacha. Bunda esa o'sha integral faqat chegarasi -1dan -1 minus ilzosida 1 plus x dan -1 plus ilzosida 1 plus x. Tashqi integralning chegarasi -1dan 0gacha. Bunda esa keyingisida, ya'ni d2 bo'yicha olgan integralimiz mana chegarasi shunday bo'lyapti. Bizning vazifamiz integralni, ikki karrali integralni karrali integralga o'tkazishida mana o'tkazdik. Mana karrali integrallarga o'tkazdik. Bir, ikkinchidan bir ko'rinishda chegara boshqacha bo'lsin. Ikkinchi ko'rinishida chegara boshqacha bo'lsin. Xuddi shunday bo'ldi mana. Shunday qilib biz ikki karrali integralni takroriy integralga keltirdik va integrallash chegarasi ikki xil bo'ldi mana. Bu yerda bunday, bu yerda bunday. Bo'ldi. Birinchi masalani ishlab bo'ldik.